Türkiye Tashqi ishlar Ministerligi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquqi Oliy Kengashi e'lon qilgan Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyatiga doir dokladning Turkiya va xalqaro jamoatchiligining rayondagi Uyg'ur va boshqa osonliklar haqidagi andishlarini dalillaganligini bildirdi. Turkiya taratqullarining xabar qilishicha, Turkiya Tashqi ishlar Ministerligining bayonotchisi Tanju Bilgiç 8 sentabr payshanba Birlashgan Davlatlar Tashkilotining doklati haqidagi savolga javob berganda yuqorqi so'zni aytgan. Belgiç Türkiye'den kelgan bir vakillar ömükining va Turkiyaning Bejinda turishli bosh elchisining Xitoyning talabiga binoan rayonni ziyorat qilishining bir mezgildan buyon kun tartibda ekanligini eskartib mundaq dedi. Agar bizning ahamiyatlik, atrofliq va to'salg'usiz ziyoratda bo'lgan ziyorat taklifimiz qondirilsa, ziyorat amalga oshishi mumkin. Shveysariya Federatsiya Tashqi ishlar Ministerligi 9-oyning 7-kuni Xitoyning Bernetdagi bosh elchisi Wang Shitingni chaqirtib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti e'lon qilgan dokladda o'tirg'i qo'yilgan ig'ir darajadagi kishilik huquq dafsandichiligi masalasi to'g'risida so'zlashgan. Xabar qilinishicha, Shveysariya doiralari Xitoy bosh elchisiga Shveysariya Şinjandagi etnik va musulmon osonliklarning haqlarining dafsandichilikka uchrash ahvolidan intayin qattiq andish qiladi hamda ularning manfaatini va kishilik huquqlarini kapolatga ega qilishning eng unumli tadbirlarini vujudga chiqarish to'g'risida Beijing bilan tanqidiy ham qurilish xarakterli dialog o'tkazishni xohlaydi degan. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi 5 burchakli bino Amerika Aviatsiya va Mudofaa sanoat shirkati Lockheed Martin ishlab chiqargan F-35 urush aeroplanining reaktiv motorida Xitoyda ishlab chiqarilgan magnit yasashda ishlatiladigan zapchasini bayqagandan keyin Amerika va armiyasi va chet el armiyasiga aeroplan yetkazishni to'xtatgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tuyuqsiz ziyoratga kelgan Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan ko'rishdi. Blinken Washington hukumatining Rossiyaning hujum xavfiga duch kelgan 18 qo'shnisi va Ukrainaga 2 milliard dollar harbiy yordam berishni planlaganligini e'lon qildi. Yana bir tarafdan Amerikaning Ukrainaning Rossiyaga qarshi ochgan irqiy qirg'inchilik delosiga qatnashishni xohlaydiganligi xabar qilindi. Qozog'istonda poytaxt Nur-Sultonning nomini Ostonaga o'zgartirish o'tirg'i qo'yildi. Qozog'iston parlamentining Tuvan palatasi bo'lgan majlisdagi bir guruh vakillar davlatning poytaxtiga ilgirki ismi Ostonaning berilishini o'tirg'i qo'ydi. Parlament boshlig'i Yerlan Koshanov bu haqda bayonot e'lon qilib mundaq dedi. Poytaxtning ismi o'zgartirilgan kundan boshlab jamiyatda har xil fikrlar o'tirg'i chiqdi. Bularning ko'pinchisi koni ismini xohlaydi. Angliya ayol podshohi Elizabet II 96 yoshida olamdan o'tdi. Xon jamiyatining Twitter hisobida e'lon qilingan bayonotida ayol podshoh Elizabetning Shotlandiya Balmoral qal'asida qazo qilganligi bayon qilindi. 1926 yili 4-oyning 21-kuni Londonda tug'ilgan Elizabet 1952 yili 6 fevral dadasi vafot bo'lganda podshoh bo'lgan. Ve 1953 yılı 6. ayının 2. günü resmi murasim bilen taj giygen.